Hop, hello ittifoqlar, men sizlar bilan bugun Marks bo'laman. Mening ismim Mark. Men Minecraft YouTuberman do'stlar. Agar sizlar meni videom sizlarga yoqsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Unda biz hozir videoni boshlaymiz. Hop do'stlar, men kechagina o'zimga yangigina kompyuter sotib olgan edim do'stlar. Hozir ko'rsam o'tirib keysini yoqamiz. Xullas, kompyuterim yangi, hali Minecraftlarni yuklab tayyor qilib qo'yganman. Hali kompyuterimda ham video olishni boshlayman. Hop, muzika ham yo'q do'stlar. Muzika ham yo'q. Bunda nima bor ekan? Pichoqni doim o'zim bilan olib yuraman. Negaki pichoq menga kerak. Hop. Hozirda nima qilsam ekan? Ovqat yeb olsamgina. Xolodilnikda ham hech vaqo yo'q. Bundachi hech nima. Bunga ovqat pishirish kerak. Suv bormi? Suvni o'chirishibdi-ku. Suvni o'chirib qo'yishibdi. Gaz, elektr lekin bor. Mana bu yerga o'tirib hozir steykni maza qilib yeb olamiz. Hop, steykim yerga tushib ketdi. Hop, endi o'tirib steykni maza qilib yeymiz. Zo'r ekan, maza qilib yeb oldim. Ana endi biz tashqariga chiqamiz va hozir ancha kech ham tushib qolibdi. Mer meni chaqirtirgan edi, men yoniga borishim kerak. Hozir tashqarida yurgan bo'lishi kerak. Ana ekan. Bu yoqqa o'tib ketdim. Salom, meni chaqirtirgan ekansiz. Marks, qalaysan? Yaxshimisan? Sen огородingni yoniga to'siq o'rnatgan. Chunki hamma to'siq o'rnatyapti. Hamma qilgancha sen ham qilishing kerak. Ertaga turib o'sha ishni qilib qo'y. Xo'p bo'ladi men. Yaxshi, ertaga o'sha ishni qilib bo'lgandan keyin oyligingni ham beraman. Bo'pti, barakon. Xo'p, men rahmat. Mer bilan kelishuv olindi. Ana endi xullas o'sha aytgan ishlarni qilish kerak. Yana nima qilardik? Shu aytganda qilamiz uni. Merni uyqum keldi. Hop, mer aytganini qilish kerak. Mer aytdi. Chunki biz esa instrumentlarni olib, narsalarni qilib kelishimiz kerak. Daraxt bormi o'zi ham atrofda? Daraxt zo'rku, hamma hozir olib kelaman. Hop, mana endi men hamma narsalarimni olib keldim. Biz hozir bu yerda hammasini chopishimiz kerak. Jitilar, qalaysizlar? Yaxshi, rahmat. O'zingchi? Yaxshi. Hop, biz buni chopishimiz kerak. Mark, nima qilyapsan? Menmi? Daraxt chopyapman. Yaxshi, chopavergan-ku. Men aytgan ishni eshitdingmi? Ha, eshitdim. O'sha ishni qilib qo'ygan ekan. Bugundan kech qolsa, haydab yuborishi mumkin. Bo'pti-da. Aytganini qilib qo'yamiz. Hop. Men nima desa shu. Hop. Bandargohning yonida yashaymiz-da. Bandargohning yonida yashaganimiz uchun ham do'stlar, shuning uchun biz sal qo'rqishlik, suv toshib ketish xavfi bor. O'shaning uchun ham asli qishloq bunchalik tepa bo'lmagan oldin biz qishloqni ko'tatirgizganmiz. Shuning uchun shunaqa qishloq. Tungi bu yoq bandargoh. Men o'zim narsalarimni yasab olay. Keyin hop
Hop, hamma narsalarni yasab oldik va biz mana meni огородim, biz bu yerni to'g'rilashimiz kerak ekan. Bularni biz qo'yib chiqamiz. Nechего bo'lgan yo'q. Hop, agar qaniydi biz shu ishlarni tezroq qilib bo'lsak, oylikni ham olamiz va u pulga maza qilib o'zimiz topgan, o'zim olmoqchi bo'lgan narsalarni albatta olaman, chunki menga ular zarur. Men yangi telefon olishim kerak. Telefonim eski. YouTube'ga telefondan video qo'yaman. O'shaning uchun ham menga yangi telefon kerak yoki kompyuterimga YouTube yuklashim kerak. Yoki Wi-Fi olsam, o'sha Wi-Fi orqali ham qilsam bo'ladi. Telefon qulayroq, ko'chada olib yurishga ham. Xullas do'stlar, oylik shuning uchun ham bizga zarur. Juda ham zarur. Shuning uchun ham kerak bo'ladi. Biz bu yerni ham olib tashlasak, cho'pki bo'ladi. Bu nima? Hech qaysi jitil ko'rmadimi? Bak, nima bu? Ha, eski suv quvur ekan. Xo'p do'stlar, bu nima bo'lishi mumkin? Bu nima? Nimaligini o'zim ham bilmadim-ku, lekin ana o'sha jitilni hozir gapga solib ketkizib yuboraman, keyin kirib ko'ramiz. Jitil, seni mer chaqiryapti. Voy, rostini mera? Ha, bora qolgan ekan. Unda men ketdim. Bo'pti, yaxshimi? Hop, tushib ko'ramiz endi. Onasini yemsa. Bunda o'pich. Quyosh narsasi bor ekan do'stlar. Men bu yerni buzib kirib olishim kerak. Yo'qsa bo'lmaydi. Kirmasam bo'lmaydi, chunki juda ham qiziqyapman. Nima ekan bu? Wow, qaranglar, men hozir bu yerni bunday qilsam, bu oldin menimcha bunker bo'lgan. Bu yerni tagidagi bunker. Hop, sandiqlarni ochaychi endi. Hop, bunday qilib. Ochib bo'lmayapti, hammasi qulflab tashlangan. Ochib bo'lmayapti. Biz buni bunday qilib ochib ko'ramiz. Hop, bu ochildi. Bu ham endi qaraylikchi. Wow, do'stlar, shuncha pullar qo'yil. Zumrodlar. Bularning hammasi endi bizniki do'stlar, chunki topgan topaloqniki deganlaridek hammasi joddiy. Jinursun, shuncha pullar. Hop, shuncha pul. Bu pullarga men bitta yaxta olib dam olsam ham bo'ladi. Xullas, bu yerni yopib tashlaymiz. Keyinchalik tushganda ham bu yerda nima bor desa, hech nima yo'qdek ko'rinaveradi. Xullas, demak, nima qilib turgan eding? Nima qilib turding? Meni yaxshi olmaysan. Sen nimadan olib chiqding? Jitil, bu yerdan nima olib chiqishim mumkin? Axir bu yer-ku. Qanday narsa olib chiqaman men bu yerdan? Yerdagi hech nima yo'q ekanmi? Ha, albatta. Topog'im gap tushuntirib ham bo'lmaydi ularga. Kerak bo'lsa topgan pulimni ular bilan bo'lishim kerak. Chinursun. O'zing ishlagin edi, yaxshilab. Mer senga aytgan ishni qilsang, balki senga ham chiqib qolar, to'g'rimi? Bu endi bizni pul, buni yashirib qo'yish kerak. Buni yashirish kerak. Bu yerga sig'armikan? Bu yerga buncha pul sig'maydi. Demak, bu pullarni hozir yashirib qayerga yashirsam bo'ladi?
Xolodilnikka xolodilnikni pastki qismiga yashirsam uncha odam topa olmaydi, chunki xolodilnikni pastki qismi asosiy yaxshi joy. Soliqlar kelganda bizning solig'imiz arzon, bitta zumradga ketishadi. Bularni ochib qarasa, ko'rsatmayapti. Pastni ochib qarasak, lekin pullar bor. Hech kim bilmaydi buni. Yaxshi do'stlar. Do'stlar, agar bugungi video yoqqan bo'lsa, sizlarga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Bugungi sarguzashtimiz eng zo'r sarguzashtlardan biri bo'ldi. Xayr do'stlar.